omading kelish uchun birinchi o'rinda yaxshilab cho'milishing kerak. $100 mi? Singlim, pulingiz tushib qolibdi. Voy rahmat, biz sizni sinagandik. Biz Qichq TVdan keluvdik. Odamgarchilik loyihasidan o'tganingiz uchun tabriklaymiz. Sizga mashina hadya qilamiz. Bir pochkami? Demak, ota-onasi sovg'a qilishadi. Aka, pulingiz tushib qolibdi. Rahmat. Chala cho'milgansanda, iloji bo'lsa yaxshi artini, sochiqlarda artini chiroyli cho'milish kerak. Qayerga keldik? Polpis. Bolajonim, rahmat kattakon sizga. Hayvon, qayerda yuruvding? Omadli inson ekansiz, bolamni topib berdingiz. Bu hayvon onlayn qimor o'ynab, bizni qarzga tiqib yo'qolib ketyapti-da. Ko'zingga o'lamay o'lgur. Omadlisini omadli joydan bilasan-da. Zo'rini aytaymi? Omad shougan chaqirishdi. Shunaqangi omadi keladigan bola, lekin bunda omadi kelmaydi. Bu qosali. Bu gap yo'q. Ambulatory to'ryaga men qilaman. Ana endi so'rang, qancha pul kerak? Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Hey! Uy, buncha omadlisan, shuncha damasni qayerga qo'yaman men? Alo. Aka, vahima qilmang, kreditimni to'layman deyapman-ku. Qanaqa qutulsam bo'ladi bu kreditdan? Bugunoq qutulaman. Kelib qolinglar, mana damaslar donasi 100 mingdan bo'lib ketdi. Mana endi so'rang, qancha pul kerak?